qanaqa qilib Xitoyga grant asosida o'qishga kirsam bo'ladi? Xo'p, buning ikki xil yo'li bor. Bittasi konsalting va bittasi o'zingiz topshirsangiz bo'ladi. Buni plyus va minus taraflarini shu videoda aytib o'tib ketaman. Follow qilinglar, like bosinglar. Let's go. Xo'p, konsalting orqali topshiradigan bo'lsanglar, birinchi, vaqtingiz tejaladi. Sizlarda IELTS yoki HSK bo'lishi shart emas va bu pulni ham tejalishiga olib kelishi mumkin. Albatta, yaxshi konsalting bo'lsa. Minus tarafi esa bu balkim qimmat bo'lishi mumkin. Balkim siz o'sha konsalting orqali aldanishingiz mumkin yoki bo'lmag'ur shaharga, bo'lmag'ur universitetga, bo'lmag'ur grantga topshirib qo'yishlari mumkin. Bu narsani o'zingiz albatta o'rganib, so'rab, surishtirib, universitet nomlarini, shaharlarni hammasini o'rganib topshirganingiz juda ham ma'qul va bu albatta sizni vaqtingizni tejab beradi. Masalan, men o'zimda ham konsalting bor, China Steps Academy. O'sha like bosinglar bo'ladi, kirsanglar bo'ladi, ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Biz bir necha yildan beri O'zbekistondagi, chet eldagi va Bangladesh, Pokiston va boshqa davlatdagi studentlarni Xitoyga o'qishga olib kelish bilan shug'ullanamiz. Xo'p, keyingisi. O'zingizlar o'qishga topshirsanglar bo'ladimi? Ha, albatta. Va uni plyus va minus taraflari. Agar sizda HSK, IELTS bo'ladigan bo'lsa, voy qo'lim qaltirab ketdi. Videomizni ikkinchi partida qanaqa qilib o'zingizlar o'qishga topshirsanglar bo'ladi? Qo'lim og'rib ketdi to'g'risi.